alaykum hammaga akalar, ukalar. Bugun sizlar bilan cho'zilib ketgan akkauntlarni qanday qaytarish usullari borligini o'rgatamiz. Agar ishonib moshinniklarga aldanib qolgan bo'lsanglar, o'zim sizga yordam beraman. Akalar, qaranglar. Birinchi qiladigan ishlaring ko'p moshinniklarga ishonib qolmanglar. Birinchi maslahatim. Agar ikkinchi maslahatim, akkauntlaring puliga arzisagina qaytaringlar. Uchinchi maslahatim, akkauntlaringda hamma ma'lumoti bo'lsa, o'zim sizlarga qaytarishga yordam beraman. Akalar, o'zlaringning akkauntlaring bo'lsa, maqsad bilan yozinglar. Iltimos akalar. Bu videodan maqsad akkauntlaringni ishonchli tarzda qaytarib berish. Akkauntlaring qachon qaytadi, qanday qaytadi, o'zim hammasini noldan o'rgataman. Faqat kommentariyaga yozib qo'yinglar, akkauntim choptirdim deb. O'zim sizlarga Telegramdan aloqaga chiqaman. O'zim sizlarga yozib, chat qilib akkauntlaringni qaytarishga yordam beraman.